Har kuni ichayotgan choyingiz sizga qanchalik foyda beryapti? Yoki bo'lmasam zararingizga ishlayaptimi? Jenshen va imbir haqida bugun alohida to'xtalamiz va jenshen va imbirning qanchalik foydasi borligini, undan qilingan preparatlar qanchalik haqiqat va qanchalik yolg'on ekanligini muhokama qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ring va o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan ko'plab sog'liqni saqlash haqidagi maslahatlar odamlarni o'ziga jalb etishga moslashib qoldi va insonlar ham bu maslahatlarni albatta bajarishmoqda. Lekin bor, u maslahatni berayotgan odam kimligini va qanday o'zi shaxs ekanligini bilmasdan turib, maslahatni bajarishga shoshilmang. Chunki maslahatlar orasida to'g'ri va noto'g'rilari talaygina. Shuning uchun bizning Hayot balansi kanalimiz bu maslahatlarni saralaydi, ilmiy asosga ega bo'lgan ma'lumotlarni ajratadi va sizga eng to'g'rilarini yetkazib berishga harakat qiladi. Mehnatimizni qadrlagan holda ushbu kanalimizni videolarini o'z oilaviy guruhlaringizga tarqating va ko'plab insonlarning salomatligini saqlab qolinishiga o'z hissangizni qo'shing. Oxirgi yillarda imbir va jenshen juda ham ko'p odamlarning hayotiga kirib bordi va bu superfood, ya'ni ko'plab insonlarni tanasiga juda ham bir shifobaxsh vosita sifatida yetkazib berilish boshlandi. Imbir, ya'ni zanjabil o'simligi o'zi qanchalik foyda va bizning tanamizga u kerakmi? Jenshen aslida nima? U odam giyohmi yoki bo'lmasam boshqa narsa? Va bu haqida to'liq to'xtalib o'tamiz. Imbir bu inson tanasiga kerakli bo'lgan antioksidantlarni o'zida saqlagan juda ham yaxshi giyoh hisoblanadi. Tarkibida gingerol moddasi mavjud va bu yallig'lanishga qarshi juda ham yaxshi ta'sir qiladi. U antioksidant bo'lganligi uchun qonni suyultirish xususiyati bor. Hattoki gipertenziya, ovqat hazm qilishda uning foydali ekanligi ilmiy tomondan tasdiqlangan. Amerika Federal oziq-ovqat xavfsizligi tashkiloti tomonidan ham gingerol moddasi va imbir haqida to'liq ilmiy dalillar mavjud va buni kapsulalari shaklida homiladorlikda toksikoz jarayonini yengillashtirib berilishi isbotlangan va buni butun dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti tan oladi. Lekin har qanday yaxshi narsani doimo ustiga chiqib olib, doim maksimal darajada iste'mol qilish ham yaramaydi va uni qarshi ko'rsatmalarini ham bilib qo'ygan foydali. Yuqorida aytib o'tganimdek, imbir yallig'lanishni yaxshilaydi, immunitetni qo'llab-quvvatlaydi, jinsiy faoliyatga yaxshi ta'sir qiladi hamda ayollarda toksikoz jarayonini ancha yengillatib beradi. Va uning ustunlik tomonlari bilan birgalikda uning qarshi ko'rsatmalari ham bor. Aynan shu joyni alohida ko'rishingizni tavsiya qilaman. Chunki uning zararlari haqida bilmasdan turib iste'mol qilish uni oqibatlarini yengillatib bermaydi. Shuning uchun albatta zararlarni bilishingiz kerak. Imbir birinchi navbatda oshqozon yarasi bor odamlarda juda ham xavfli hisoblanadi va gastrit, entrit holatlarida u qo'llanilmaydi. Ikkinchisi esa qonni suyultiradi, qon ketish xavfini oshiradi. Shuning uchun qon ketishi ehtimolligi bor odamlarda buni iste'mol qilish ancha taqiqlanishi mumkin. Undan tashqari qon bosimini tushirishi mumkin. U periferik qon tomirlarini kengaytiradi, ya'ni qonning tashqari oqimini yaxshilab beradi. Shuning hisobidan bizning qon bosimimiz pastga tushadi. Ya'ni qon bosimi bor odamlar uchun foydali, lekin qon bosimi normadagi odamlarni esa qon bosimini tushirib yuboradi. Eng kerakli joyi dozalariga to'xtalamiz. Dozalariga keladigan bo'lsak, imbirning ekstraktini 1-3 gram orasida iste'mol qilish yoki kukunini 1-3 gram iste'mol qilish juda ham yaxshi kuniga, lekin doimo emas. Butun oy yoki butun bir mavsum davomida emas. Uni haftada 2-3 marta iste'mol qilish juda ham foydali hisoblanadi, lekin doimiy emas. Doimiy ichib yursangiz nima bo'ladi degan savol bu inson tanasidagi biokimik o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Yana bir narsani bilish kerakki, ko'p ichsam tezroq foyda olaman degan tushunchadan o'zingizni tiying. Chunki ko'proq ichish yoki doza har doim ham hal qiluvchi omil hisoblanmaydi. Endi esa mashhur superfood jenshenga to'xtalib o'tamiz. Jenshen bu o'zbek tilida odam giyoh nomi bilan tanilgan o'simlik hisoblanadi va u Xitoy imperatorlaridan tortib hozirgi kunda oddiy aptekalarda sotiladigan jenshen ekstraktigacha bo'lgan mahsulotlarni o'z ichiga oladi. Qo'shtirnoq ichida esa superfood qilib sotilayotgan ba'zi bir mahsulotlar esa hattoki jenshendoshlar oilasiga kiradigan modda ham saqlamasligi mumkin. Chunki haqiqiy jenshen o'ta darajada qimmat bo'ladi.
Xitoy bozoridagi o'rtacha narxi 10 ming, 20 ming dollar atrofida bo'lishi ehtimolligi bor. Jinshen bu tabiiy energetik, adaptogen va inson tanasini qo'llab-quvvatlovchi moddalar yig'indisi. To'g'riroq qilib aytganda, u +18 ichimlikka o'xshaydi. Lekin uni to'g'ri iste'mol qilishni bilish kerak. Xuddi +18 ichimlikka o'xshagan holda u yosh bolalarga tavsiya etilmaydi. Faqatgina ma'lum bir tibbiy ko'rsatmalar asosida haqiqatda kvalifikatsion darajadagi tibbiyotning 1.0 darajasini bilgan insonlar uni tavsiya etishlari mumkin. Lekin shunchaki hech qanday kvalifikatsiyaga ega bo'lmagan reklama mahsulotlari sifatida uni tavsiya etish noto'g'ri hisoblanadi. Undan tashqari, energiya va chidamlilikni oshiradi deb aytdik. Uning tarkibidagi ko'plab moddalar antioksidant hisoblanadi va tanamizdagi oksidlanishni to'xtatadi va bizning tanamiz quvvatlangan kabi ko'rinadi va ATF sintezini kuchaytirib beradi. ATF degani bu bizning tanamizdagi energiya degani. Uning tarkibidagi ba'zi bir moddalar borki, ular bizning tanamizdagi kortizol gormonini neytrallaydi va natijada bizning tanamiz adaptogen, ya'ni stressga moslashuvchanlik xususiyatini namoyon qiladi. Shuning uchun ham jinshenni ko'pincha stress holatida iste'mol qilinadi. Lekin kuchli qo'zg'algan insonlarda bu jinshenni berish uni teskari oqibatlariga ham olib kelishi mumkin. Shuning uchun buni albatta shifokoringiz bilan maslahatlashgan holda qilishingiz tavsiya etiladi. Va shifokoringizni o'zi ham fitoterapiya yoki farmakognoziyani o'qigan bo'lishi kerak. Eng muhim va eng kerakli joyiga to'xtalamiz. Libido va erektil disfunksiyani davolaydimi? Qisman ta'sir qiladi. Agar erektil disfunksiyada, ya'ni jinsiy xohishning va jinsiy faoliyatning sustligi bo'layotgan bo'lsa, jinshen qisman ta'sir qiladi. Lekin antioksidant xususiyatiga ko'ra ta'sir qiladi. U qonni qisman suyultirgani hisobiga ta'sir qiladi. Lekin boshqa funksiyalardan, ya'ni asabga yoki bo'lmasam kuchli og'ir asoratlar bilan kechayotgan erektil disfunksiyalarda umuman ta'siri yo'q. Jinshenning yana muhim bitta foydali tarafi bu fokusni yaxshilaydi va miya faoliyatini kuchaytirib beradi. Bu bilan imtihonga tayyorlanayotgan talabalarga va abituriyentlarga tavsiya etish mumkin hisoblanadi. Shuning uchun jinshen va imbirdan qilingan mahsulotlarni albatta tekshiruvdan o'tib, o'zingizga kerakli ekanligini xulosasini qiling. Hayot balansi kanali esa sizni oldindan ogohlantiruvchi belgi sifatida sizga shunchaki salomatligingizni har qanday tasodiflarga ishonmasligingizni talab qiladi. Chunki bu oddiy talab emas. Chunki jamiyatimizning sog'ligi bu bizning boyligimiz hisoblanadi. Qaysiki jamiyatda sog'lom odamlar ko'p ekan, u jamiyat sog'lom fikrga va sog'lom muhitga ega bo'ladi. Yana bir narsani aytib o'tamanki, jinshen 4-6 haftadan oshiq iste'mol qilinmasligi kerak. Imbir ham xuddi shunday 2-4 haftadan oshiq iste'mol qilinmasligi kerak. Va bu muddatlar orasida oraliq tashlanganligi juda ham ma'qul hisoblanadi. Undan tashqari bularni bir-biriga qiyoslaydigan bo'lsak, shamollashda, sovuq yeyishda bu imbir yaxshi, energiya charchoqda jinshen yaxshi, hazm muammosi bo'ladigan bo'lsa, bunda ham imbir yaxshi. Agar stress va charchoq, holsizlik bo'ladigan bo'lsa, jinshen yaxshiroq. Agar qon aylanishini yaxshilamoqchi bo'lsangiz, albatta ikkovini alohida va birgalikda ishlatishingiz mumkin. Yana bir narsani aytib o'taman, jinshen o'zi bilan birgalikda u bilan birga qo'llanilayotgan moddalarni ta'sirini kuchaytirish xususiyatiga ega. Shuning uchun jinshen bilan ozgina zaharli modda qo'llanilsa ham, u zaharning kuchi tanaga juda kuchli ta'sir qiladi. Bu haqda keyingi videolarimizda batafsil yoritib o'tamiz. Yana shuni yodda tutingki, gormonal disbalanslarga va tanangizni yana ham yomonlashishiga olib keluvchi jarayonlarni xohlamasangiz, shunchaki bu mahsulotlarni ehtiyot bo'lib, o'zingizga kerakli miqdorda iste'mol qiling. Va unutmangki, yuqorida aytib o'tganim kabi, shunchaki dozani ko'paytirish bu insonni davolash degani emas. Dozani ko'paytirish bilan hech narsaga erisha olmaysiz. Lekin muntazamlik va intizom sizni doimo qutqaruvchi omil hisoblanadi. Hayot balansi jamoasi va men Dr. Roziqov Husniddin siz bilan birga bo'ldik. Va bizning mehnatimizni qadrlagan holda videomizni ko'proq insonlarga tarqating hamda like, kommentariyada yozib qoldiring. Siz ko'proq qaysi o'simlikni ishlatgansiz? Jinshenni yoki imbirni? Imbir qanchalik foydali ekanligini o'z tajribalaringiz bilan kommentariyada o'rtoqlashing. E'tiboringiz uchun rahmat.